Mulari moyishi ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Tepasi ham moyishi, o'rtasi villurda bo'ladi. Bunisini ham moyishi qilib berasizmi deganga qilib beraveraman. Hop, narxida jicha farq qilib qoladi, lekin buni tavsiya qilaman. To'shay-po'shay sirpanib ketmasligi uchun yaxshi. Xohlagan ranglarda qilib bera olasiz. Ha, albatta. Asosan o'zi ketayotgan ranglarda ishlayapmiz. Mana shular hadovoy o'zi. Shunday oboyaga, pardasiga, nimasiga tushaveradi. Hozir endi bu zakazdan bor shikilgan bular. Jo'natadigan joyingiz bor shikilgan. Ketadigan joyi bor edi. Endi unumli foydalanib qolaylik, bizni chaqirdikda mana xudo xolasa. Juda yaxshi. Nima desa bo'ladi? Yoshi katta odamlarga, keyin belida grijasi bor, shunaqalar ko'p so'raydi-da. Machalkasi turlik. Eni 1 metr, uzunasi 210 bo'ladi. Chamadoni yo'q, yog'ochdan ishlangan. Yog'och hozirmi, temir emasmi? Yo'q, yog'och. Kraskasi shunaqami? Shunaqa. Hammer kraskasi ochilgan. Mana buni seri rangi, bu ham juda hadovoy ketyapti. 3 kishi ham sig'adi bemalol. 3 kishi bemalol ikkitasiga sig'adi. Mana. O'ta baquvvat, mustahkam narsa-da bu. Shunday. Usta Bahramjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshilikka yetib keldingizmi? Rahmat. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ayni damda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shaxand qishlog'idamiz. Hurmatli obunachilar, qaranglar, birinchi qo'l usta akalari ishlab chiqarish sexlariga kelganmiz. Xudo xolasa sizlar uchun optim joyidan mana birinchi qo'l usta akalari ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni Bahramjon akamizni Panda modelda yakkali divanlar qilib beradilar sizlarga arzon narxda. Yana bitta plus tarafi vodiy bo'ylab bir jup divan olsangiz yetkazib berish xizmatlari bepul bo'ladi. Videomizni o'tkazmasdan ko'ringlar, albatta foydali ma'lumotlari barchasini usta Bahramjon akamizdan so'rab bilib beraman. Xizmatlar bo'lsa ekranda nomerlar bo'ladi, bog'lana olasizlar. Bahramjon aka, charchamayapsizmi axir? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Xudoga shukr. Xizmatlar bilan. Rahmat. Bizga aloqaga chiqish uchun telefon nomerlarini aytib qo'yasiz. Xo'p, nomerimiz 90 kodi bilan 377 3300, ikkinchisi 99 kodi bilan 005 43 22. WhatsApp, Telegram, imo bor. Musofirdagilar bemalol aloqaga chiqishaveradi. Juda ham yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, ustamiz aytib o'tilgan nomerlar ekranga chiqdi. Bog'lana olasizlar, xizmatlar bo'lsa. Xo'p, usta aka, o'sha har doimgidek bizni obunachilarga, yurtdoshlarga qulaylik qilib vodiy bo'ylab o'zingiz yetkazib berasiz. Albatta, Xudo xolasa, Voha tomonlarga ham yetkazib beramiz. Yetkazib bera olamiz. Kelishilgan holatda hozir aytamiz, tanishtiramiz, xudo nasib. Xo'p, bo'ladi. Boshladik bo'lmasam aka. Xo'p, modeli Panda divan deb nomlab qo'yishadi xalqimiz. O'sha xo'p, yaqinroq ko'rsatsangiz, razmeriga kelsak, eni 90, uzunasi joy egallashi 230, yotoq joyi 2 metrda tashkil qiladi. Mulari moyishi ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Tepasi ham moyishi, o'rtasi villurda bo'ladi. Bunisini ham moyishi qilib berasizmi deganga qilib beraveraman. Hop, narxida jicha farq qilib qoladi, lekin buni tavsiya qilaman. To'shay-po'shay sirpanib ketmasligi uchun yaxshi. Hop, mana ichlariga kelsak, chamadonlari bor mana. Hop. Mexanizmlari baquvvat ko'tarib turadi. Qovurg'alari laminantli. Machalkasi 10lik to'liq. To'liq 10, mana laminant bilan 11,5 chiqadi. Juda zo'r. Chiqishi, ha. Shunday. Oddiy displey emas, laminatdan qilingan ekan. Albatta, laminat, shunday. Zo'r. Buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, bir donasini narxi 1,150,000 so'mdan burjib olishsa, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Xo'p. Voha tomondan ko'rib turishgan bo'lsa, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxorogacha, Toshkentgacha 2,600,000 so'mga yetib boradi. Bir jupi. Ha, 1,300,000 so'mdan tushyapti. Uylargacha yetib boradi, xudo xolasa. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yaxshi. Shunday. Sizda asosan hozir necha xil rasvetkasi bor aka? Ha, hozirda 5 xil bor qo'limizda. 5 xil rasvetkasi bor. Bu yoqda ham bor ekan. Ha, albatta ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Hamma narsasi bir xil, narxi bilan razmeri. Albatta, albatta, hamma narsasi bir xil. Keyin yana bitta narsaki, ko'pchilik sal arzonrog'ini ko'rib qoldim yo boshqa eshitdim deyapti. Albatta farq qilib qoladi. Mana ular ham, ichlari ham, bunisi ham hali birlik emas, ikkilik machalka, paroloni. Yumshoqroq, ikkilik, ichi tikilishlari, qovurg'alari ham baquvvat ishlangan, xudo xolasa. Zo'r. Xullas ishlatilgan materiallari zo'r. Obunachilar onli mana ko'ryapsizlar, machalka qo'yilgan, juda chiroyli qilingan. Butun mana oddiy displey emas, laminatdan ishlangan ekan. Shunday. Yerdan balandligi 50 sm, bu yerda 2 qavat turibdi, bu yerda 3 qavat turibdi. Ko'pchilik mana shunday holatda ekan deb tushunib qolishyapti-da. Endi ancha yildan beri YouTube, Instagram tarmoqlariga chiqib kelamiz. Tushunarli. Kuzatib borayotganlar bo'lsa.
Xohlagan ranglarda qilib bera olasiz. Ha, albatta. Asosan o'zi ketayotgan ranglarda ishlayapmiz. Mana shular hadovoy o'zi. Shunday yaxshi. oboyaga, pardasiga, Zo'r. nimasiga tushaveradi. Shunday. Xo'p, demak, nomi Panda Fason. Hurmatli obunachilar, bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Ustalari sexlarda yetarlicha bor. Xudo xolasa, sizga qachonga kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa, ustalarimiz bemalol yasab xizmat ko'rsatishadi. Akuzda ko'rdik deb murojaat qilsanglar, xursand bo'lamiz. Xo'p, usta aka, keyin uzoqroqdan ko'ryapgan obunachilarimiz foydalanishga magazinlari bo'lsa, olishsa aloqa Aloqaga chiqishaversin. chiqsa, kelishaveramiz albatta. Ko'proq nasib ob'yomda bo'lsa. olishadigan bo'lsa, xudo xolasa. Albatta. Xo'p bo'ladi. Shunday. Xo'p, bu yoqda mana korishniylari bor ekan. ranglari bor. Juda chiroyli ekan bular. Oyoq tarafi moyish qilingan dedingiz a? Endi bunisini ham moyishi deydigan bo'lsa, videoda kuzatib turishgan bo'lsa, Xo'p. 50 ming so'm qo'shilib qoladi. Xolosmi? 50 ming qo'shiladi xolos. Bir donasiga Zo'r. misol. Shunday. Juda yaxshi. Shunaqa. Hozir endi bu zakaz ham bor shekilli bular. Jo'natadigan joyingiz bor shekilli. Ketadigan joyi bor edi. Endi unumli foydalanib qolaylik, bizni chaqirdikda mana xudo xolasa. Juda yaxshi. Keyin Bahromjon aka, oldingi safar kelganimda suri kravatlar bor edi. Bor albatta. Misol yog'ochli divanimiz ham bor mana bu yerda ko'rsatib qo'yishingiz. Orqasidami? Ha, bu yerda. Endi bu ham nima desa bo'ladi? Yoshi katta odamlarga, keyin belida grijasi bor, shunaqalar ko'p so'raydi-da. Machalkasi turlik. Eni 1 metr, uzunasi 2.10 bo'ladi. Chamadoni yo'q, yog'ochdan ishlangan. Yog'ochmi o'zimi, temir emasmi? Yo'q, yog'och. Ha, kraskasi shunaqami? Shunaqa. Hammer kraskasi ochilgan. Mana buni seri rangi, bu ham juda hadovoy ketyapti. 3 kishi ham sig'adi bemalol. 3 kishi bemalol ikkitasiga sig'adi. Mana, o'ta baquvvat, mustahkam narsa-da bu. Shunday. Materialdan ayalmagan, mustahkam baquvvatdan qo'yilgan. Baquvvatidan qo'yilgan. Shunday, kerak deganlarga. Necha xil rangda qilib berasiz aka Ikki xil rang ularni? chiqadi asosan. Asosan Karishnoy ikki bilan xil. seri. Eng hadovoy ketayotgani. Shunaqa. Bularimiz bor. Keyin aloqaga chiqsa, hop bizda surilar ham bor. Misol, suri qaydadir chorpaya deydi, tapchan deydi. Shunaqa narsalar ham bor. Qilib berasiz. Ha, bor. Zakaz bo'yicha bor. qilib Endi hozir bega nima qilmadik? Sig'masida ham. Upakovka holatda. Hozirgi momentda to'yga olishyapti ko'proq. Sovg'aga olib turishibdi. Kerak deganlar aloqaga chiqadi. Bo'ladi doim bizda nasib bo'lsa. Yaxshi, demak, suri kravatlar ham kerak Bor bo'lsa, albatta. usta akamizga bemalol murojaat qila olasizlar. Ishlab chiqarish sexlari, undan tashqari podvalda ham joylari bor. Endi ustalar asosan podvalda ishlashyapti. Buni qanchadan deysiz Bahrom aka? Buni narxini aytmadik hali. Buni bir donasini 800 ming so'mdan bir jup olsa 1 million 600 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 1 million 600 ming. Qolgan yerlarga 1 million so'mdan boradi Pervalda yog'iga. Misol aytsa shunday. Tushunarli. Usta akalarimiz ishlab chiqarish joylari shu yer. Materiallarimiz shunday. Materiallar displey bu yoqda. Xudo xolasa podvalga ham ancha joy, katta joy. Mana shundoq kenglikdagi joyda podvalda ham joylari bor, xudo xolasa. Xizmatlar kerak bo'lsa, birinchi qo'ldan mana xarid qilinglar. Akamiz doim qo'ng'iroqlarga javob beradilar. Ismlari Bahromjon. Akuz kanalida ko'rdik desanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Albatta, mana shunaqa yumshoq panda divanlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Hozircha shularmi aka bo'lmasa? Hozircha shular, albatta. Videoni kim oxirigacha kuzatib turgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysa, xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Musofirda yurganlarda nima desam tilagimiz bor. Musofirda ko'pchilik aloqaga chiqadi. Men ko'pchilik bilan aka-uka ham bo'lib ketdi. Misol, mana shu 1 yildan beri ijtimoiy tarmoqqa chiqayotgan bo'lsam, meni tanigan bilganlarga hammasiga alangali salom. Hamma musofirlarda Alloh o'z panohida o'zi asrab, oila bag'riga sog'-salomatlikda kelish nasib qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. Rahmat sizga vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Salomat bo'ling, charchamang. Telefonga hushyor bo'lib turasiz usta aka. Salomat bo'ling, rahmat.